Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Men bu voqeani hech kimga aytmoqchi emas edim. Bu voqeani eshitgan odam meni aqldan ozgan deb o'ylaydi. Bizni bir qo'shnimiz bor edi. O'zi yolg'iz yashaydigan va yoshi katta ayol edi. Hech kim bilan gaplashmasdi. Ko'chaga faqat kech payt chiqardi. Odamlarga doim g'alati nigoh bilan qarar edi. 3 kun oldin uni uyi yonib ketdi. Yong'in juda kuchli edi. Ayolni ichkaridan topishdi. Yuzlari kuyib ketgan, ayolni tanib bo'lmas darajaga kelib qolgan edi. Shu kuni kechasi hammasi boshlandi. Birinchi kecha eshigimiz oldida qadam tovushlari eshitildi. Taq, taq, taq. Eshikni ochmadim. Derazadan qaradim. Ammo hech kim yo'q. Ikkinchi kecha eshik oldidan kuygan hid kelardi. Xuddi go'sht tagiga olib kuyib ketgandek. Hamda oyoq izlari ham qolgan edi. Yalang'oyoq izlar. Va qulog'imga qandaydir shivirlashlar eshitildi. 3-chi kun ham keldi. Xona juda ham sovuq edi, ammo xonada kuygan hid bor edi. Keyin orqamdan kimdir gapirdi. "Bolam, nega yordamga kelmading?" Qo'rquvdan yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Ortga qaradim. Kampir ortimda turardi. Yuzlari kuyib ketgan, lablari ham qorayib ketgan edi. Keyin birdaniga ko'zimdan g'oyib bo'ldi. Nima? Men aqldan ozyapmanmi? O'zimga shu kabi savollar berardim. Ertasi kuni jasorat to'plab qabristonga borishga qaror qildim. Belkurakni olib yo'lga chiqdim. Va nihoyat qabristonga ham yetib bordim. U yer juda ham shamol edi. Va uning qabrini topib asta-sekin kavlay boshladim. Va nihoyat belkurak tobutga tegdi. Sekin tobutni ochdim. Dahshat. Ammo tobutda hech narsa yo'q edi. Faqatgina bir parcha kuygan mato va yog'och tobutning chekalari ham kuyib qolgan edi. Dahshatga tushdim va qo'rqqanimdan uyga qarab yugurdim. Men o'zimni aqldan ozayotgandek his qilardim. Uyga yetib kelganimda esa eshik ochiq edi. Ichkarida o'sha kampir turardi. U meni qo'limdan tortdi. Ko'z oldim qorong'ulashib hushimni yo'qotdim. Ko'zimni ochdim. Ko'zimni ochganimda hamma yo'q qop-qorong'u va atrofim juda ham tor edi. Qimirlashga juda ham qiynalar edim. Yog'och hidini sezdim. Asta-sekin nafas olishim qiyinlashardi. Ha, men tushundim. Men tobut ichidaman. So'ng tuproq ovozi eshitildi. Ha, u meni ko'myapti. Ustimga tuproq tortyapti. So'ngra biroz tinchidi va men tomonga ovoz eshitildi. Endi biz shu yerda ham qo'shni bo'lamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.